Ijtimoiy tarmoqlarda ayol voyaga yetmagan bolaning yuziga tarsaki tushirgan aks etgan video tarqaldi va bu holat tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'lyapti. Voqea poytaxtimizning Yunusobod tumanida yuz bergan. Siz videoda ko'rgan holat aynan mana shu yerda do'kon qarshisida sodir bo'lgan. Mazkur voqea 2025-yilning 29-mart kuni sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi bolakay 10 yoshda ekanligi aytildi. Holat esa do'kon atrofiga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga tushgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi ayol va bolakay bir-biriga qo'shni bo'lgan. Biz har ikki oila haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. Internetdan ko'rganimiz bo'yicha bir onaxon o'zlarini tutolmay yosh bolaga nisbatan shapaloq urib, bizani ham uyaltirib qo'ydilar. Bizga umuman bu xabar kelgani yo'q, mahallaga chiqishgani yo'q. Umuman na u oila, mana na bu oila. U o'zichalik birato'lasiz bo'lgan voqeadan keyin idoralarga murojaat qilishganmiz. Endi bolalarning orasida hayotda har xil narsa bo'ladi. Qo'shnichilik. Bu qo'shnichilik 1000 yilchilik bo'ldi. Bolalar bugun hozir bir narsani talashadi, ertaga yana oshna og'ayni bo'lib ketadi. Mahalladagi fuqarolarning so'zlariga ko'ra, videodagi ayolning farzandi bilan yuziga tarsaki tushgan bolakay o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelganligi, ayol shu sababdan qo'shnisining o'g'liga shapaloq tushirganligi aytildi. Internetda tarqalgan videodan ko'rishingiz mumkinki, ayol do'konning ichiga bolaning orqasidan kirib, uni tashqariga olib chiqadi. Bu bizga katta bir maktab bo'lyapti. Biz albatta bu hodisani nuroniylar bilan bir maslahatlashib, bu ikkala oila orasida tarbiyaviy tushuntirish ishini albatta o'tkazamiz. Men o'ylaymanki, qo'shnilar yarashib ketadi. Endi bu unaqa osmonga chiqadigan unaqa katta bir voqea bo'lgani yo'q. Qat'iy nazar, o'zingizni bolangizmi, birovning bolasimi qo'l ko'tarish kerak emas. O'rganishlarimiz davomida voqea ishtirokchilari bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Bir bolaga 7 qo'shni ota-ona deyshadi, lekin bu istagan vaqtda qo'l ko'tarish mumkin degani emas. Unutmang, har bir bolaning haq, huquqlari bor.